Hammaga salom. Bu obraz sizga ham tanishmi? U har doim insonni vahima, xavotir va shoshilishga undaydi. Sizda ham hech shunday bo'lganmi? Ha, menimcha bu har kim bilan sodir bo'lsa kerak. Xronik ish yuklanmasi yoki o'zimizning boshqa bir rejalarimiz. Biz har doim nimagadir ulgurishga harakat qilamiz, har doim nimadirni orqasidan quvamiz. Hayotimiz xuddiki poygaga o'xshaydi. Lekin bu kutish jarayonida biz ba'zi muhim narsalarni unutib qo'yganimizni sezmay ham qolamiz. Ya'ni biz har doim nimadirni kutamiz. Yaxshiroq lavozim, orzuyimizdagi uy, hattoki baxtli hayotni ham. Lekin bu jarayon davomida bizda mindfulness yetishmovchiligi, ya'ni hozirgi onni his qila olmaslik holati kuzatiladi. Bu jarayonda boshqa insonlar bilan o'zimizni taqqoslash omili qo'shiladigan bo'lsa, stress kelib chiqishi tayin. Shaxsiy tajribam bilan bo'lishadigan bo'lsam, bundan taxminan 1 yil oldin ham o'zimni ko'plab holatlarda stressda his qilardim. Buning asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda rivojlangan ijtimoiy tarmoqlar. Biz bu tarmoqlar orqali xohlagan insonimizning hayotini kuzatishimiz mumkin. Lekin ko'rib turgan narsalarimiz qanchalik haqiqat? Bu bizga har doim sir bo'lib qolaveradi. Biz boshqa insonlarning hayotini kuzatganimizda xuddiki hammada hammasi yaxshi, faqat biz bilan hech nima o'xshamayotgandek ko'rinadi. Kimdir grant yutgan, kimdir chet elda, kimdir o'z biznesini boshlagan, bizni esa qo'limizdan hech nima kelmayapti. Bu narsa imposter sindromi deb ataladi va bu holat asosan muntazam ravishda boshqalarning hayotini kuzatadigan insonlar bilan sodir bo'ladi. Imposter sindromi bu inson o'zini past baholashi, o'zi erishgan yutuqlarni shunchaki omad natijasida deb hisoblab, boshqalarning muvaffaqiyatlarini katta ko'rishi. Ya'ni bu holat aslida qanday ko'rinadi? O'zi umuman biz boshqalar bilan o'zimizni taqqoslashimiz nima sababdan noto'g'ri? Har bir inson anglashi lozimki, har bir inson individual bir shaxs. Uning hayot yo'li, maqsadlari, rejalari bir-biridan butkul farq qiladi. Bu narsani barchamiz bilamiz, lekin o'z hayotimizda buni qo'llash ko'ringanidek oson emas ba'zida. Xo'sh, agar siz o'zingizni hech nimaga ulgurmayotgandek yoki hech nimani eplay olmayotgandek his qilsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu boshqalarga o'zingizni taqqoslash yoki stressga tushish emas, balki o'z ustingizda ishlashni boshlash. Hozir men sizlarga mana shu jarayonda sizga yordam beradigan bir texnika bilan bo'lishaman. Bu texnika 2020-yilda Gabriel Oettingen tomonidan o'ylab topilgan VUP texnikasi. Texnikaning bosqichlarini misollar orqali ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni 4 ta bosqichdan iborat. Birinchisi wish, ya'ni biz o'z qiziqishlarimizdan kelib chiqib, aniq maqsadni oldimizga qo'yib olamiz. Misol uchun, men IELTS dan 8 ball olmoqchiman. Xo'sh, keyingi bosqich, ya'ni outcome. Bunda biz natijalarga e'tibor beramiz. Ya'ni o'zimizda pozitiv energiyani hamda motivatsiyani shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Men bu natijaga erishsam, menda chet el grantlarini yutib olish imkoniyati paydo bo'ladi yoki chet ellik insonlar bilan bemalol muloqot qila olaman. Bu jarayonda o'zimizda motivatsiyani hosil qilganimizdan so'ng, keyingi 3-bosqich, ya'ni obstacle, to'siqlar bosqichiga o'tamiz. Bu metodikaning yaxshi taraflaridan biri, biz reallikka asoslanamiz. Menda qanday muammolar bor? Mana shu bosqichda aniq o'zimizga muammolarni saralab olamiz. Masalan, menda speaking bilan muammolar kuzatiladi yoki vaqtimni to'g'ri taqsimlay olmayman. Bu muammolardan kelib chiqib, keyingi bosqich plan, ya'ni reja bosqichida aniq qadamlarni qo'yib olishimiz lozim bo'ladi. Masalan, speaking bilan muammolarimni har haftalik Ibrat loyihasining speaking klublarida ishtirok etish orqali to'g'rilashim mumkin. Yoki shu kabi boshqa bizning tizimli yechimlarimiz. Lekin bir narsani aytib o'tishim lozimki, hech qanday metodika yoki texnikalar sizga o'zingizning sa'y-harakatlaringizchalik yordam bera olmaydi. Bizning muvaffaqiyatga erishishimizning asosiy sababi o'zimizning harakatlarimiz. Xo'sh, biz qisqacha tanishib o'tdik asosiy mavzu bilan. Ana endi bu jarayonning miyamizda, ya'ni tibbiy tomondan qanday hosil bo'lishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak. Biz hozir tashqaridan turli xil ma'lumotlarni olamiz. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ba'zi bir ma'lumotlarni eshitganimizda biz qarab qolamiz. O'sha payti
bizga ma'lumotlar yetib kelgan va amigdala miya markazida yig'layotgan bo'ladi. Keyinchalik esa qisqa soniyalar ichida miyamiz har xil narsalarni o'ylab tahlil qilib chiqadi. Bu gippokampus bosqichida gippokampus tomonidan amalga oshiriladi. Va tahlil qilingan ma'lumotlar oxirgi bosqichda prefrontal korteksga o'tganidan so'ng biz oqilona to'g'ri qarorni qabul qilamiz. Lekin agar biz mana shu tizimda buzilish holati bo'ladigan bo'lsa, bizda davomli stress hamda kuchli depressiya holatlari kuzatilishi mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri bizga juda ham ko'p katta miqdorda ma'lumotlar kelib tushishi. Agar biz aslida muhim bo'lmagan narsalarga ham qattiq e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu tizimda buzilishlar yuzaga keladi va biz o'zimizga shu davomiy stress kabi muammolarni orttirib olamiz xolos. Xo'sh, endi jarayon bilan tanishib bo'lgan bo'lsak, eng muhimi yechimlar qismiga o'tamiz. Sizlarga yaxshi yangilik, yechimlar juda ham oddiy. Ya'ni har bir inson o'z hayot tarzida, ya'ni kundalik hayotida qo'llash mumkin bo'lgan oddiygina odatlar bizning mana shu muammolardan yechim topishimizga yordam bera olar ekan. Ko'rib turganingizdek, yetarli miqdorda uyquda bo'lish yoki yetarli miqdorda suv qabul qilish, oziq-ovqatlarimizga e'tiborli bo'lish, shuningdek tabiatda ko'proq vaqt o'tkazish, sport bilan shug'ullanish, mana shu kabi oddiy odatlar bizga samarali natijalar bera oladi aslida. Shuningdek, har kuni ertalab o'z kun tartibimizni aniq qilib tuzib olish va u asosida harakatlanish. Buning natijasida biz o'zimizning kunimizni yaxshiroq tahlil qila boshlaymiz. Nimalarga ulguryapmiz, nimalarga nima sababdan ulgurmayapmiz, bularni aniqlab olamiz. Shuningdek, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan digital detox. Digital detox ko'plab olimlar hamda blogerlar tomonidan challenge qilish orqali ko'pchilikka tanish bo'lsa kerak. Bu haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda insoniyat tarixda hech qachon duch kelmagan miqdordagi katta ma'lumotlar oqimiga duch kelmoqda. Ya'ni bu ma'lumotlar miyamizda ortiqcha bosimni yuzaga keltiradi. Xo'sh, bundan qanday yechim asosida xalos bo'lishimiz mumkin? Digital detox orqali biz kundalik muayyan belgilangan muddatni telefonlarsiz, ijtimoiy tarmoqlarsiz va turli gadjetlarsiz o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Hayotimizga qanday tatbiq qilishimiz mumkin? Masalan, ertalab 1 soat, kechki payt 1 soatni mana shu gadjetlarsiz o'tkazishimiz lozim. Ayniqsa uyqudan oldin 1 soat ushbu ijtimoiy tarmoqlarni cheklash bizga melatonin ishlab chiqishi yaxshilanishi va uyqumizning sifati sezilarli darajada yaxshilanishiga yordam beradi. Bu digital detox qoidasini qo'llagan yaponiyalik studentlar o'zlarida 20-25% gacha samarali natijalarni ko'rishgan. Xo'sh, hozir biz barcha yechimlar bilan tanishdik. Ana endi bizga yechimlar beradigan pozitiv, ijobiy natijalar haqida to'xtaladigan bo'lsak. Avvalambor bizning asosiy muammomiz bo'lgan anxiety, ya'ni xavotir, shoshish his-tuyg'ulari. Bularda keskin kamayish yuzaga keladi. Chunki bizda avvalgidek bosim kuchli bo'lmaydi. Bundan tashqari, kun tartibiga rioya qilganimizdan so'ng biz asosan rejalarimizga ulgura boshlaymiz va bizda qo'shimcha vaqt ham ortib qoladi. Buning natijasida biz o'zimizda yangi ijobiy odatlarni shakllantirishimiz mumkin. Shuningdek, boshqalarning hayotini kuzatishdan to'xtaganimizda asosiy e'tibor markazimizga o'zimizning hayotimiz, o'z rejalarimizni qo'ya boshlaymiz. Bu albatta bizga ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Shuningdek, miyamizdagi jarayon ham ancha o'z joyiga tushadi hamda bosimlar kamayishi bilan bizning kayfiyatimiz ham, mental tiniqligimiz ham yaxshilanadi. Shuningdek, o'zimizda yangi odatlarni shakllantirish bilan boshqalar bilan o'zimizni taqqoslashdan to'xtaganimizdan so'ng o'zimizni e'tibor markaziga qo'yamiz va anchayin muammolarimizdan xalos bo'lamiz. Meni eshitayotgan har bir insonga yetkazishni xohlagan narsam shuki, insonlar xavotirlanishdan to'xtashlari va xotirjamlik va halovatni normallashtirishlari lozim. Ya'ni bizda nimadirlar o'xshamasligi, ba'zida muvaffaqiyatlarga erisha olmasligimiz yoki charchaganimizda dam olishimiz bu normal holat. To'g'ri, biz oldimizga katta maqsadlarni qo'yganimizda bizdan tirishqoqlik bilan harakat qilish talab etiladi. Lekin bu narsa hozirgi kunimizni qurbon qilishimiz uchun sabab bo'lmasligi kerak. Bir qiziq narsani aytsam, bundan taxminan 5 yil oldin mening hayotimning asosiy maqsadlari IELTS olish yoki universitetga qabul qilinish edi. Lekin mana bugun men orqaga qarab o'sha 5 yil oldingi kunlarimni juda ham sog'inaman. Ya'ni inson hayotining markaziga faqatgina muvaffaqiyatni emas, unga olib boradigan yo'lni ham qo'yishi lozim.
o'sha yo'l, jarayon ham bizning hayotimizning bir qismi. Uni ham eng chiroyli shaklda yashab o'tish bizning vazifamiz. Shunday ekan, oldingizga maqsadlar qo'ying, ular tomon aniq boradigan yo'lni aniqlang va kichik qadamlarni qo'yib, u tomon boring. Mana shuning o'zi siz natijaga erishishingizga, muvaffaqiyatga erishishingiz uchun yetarli bo'ladi. Shunday ekan, maqsadlar qo'ying, harakat qiling va shunchaki yashang. E'tiboringiz uchun rahmat.